Do'stlar, bugun oddiy qutini ochmaymiz. Bugun biz YouTube'dan kelgan kumush tugmani, ya'ni maymin obunachi belgisi uchun beriladigan rasmiy sovg'ani ochamiz. Lekin bu video faqat mana tugma keldi, chiroyli ekan degan video emas. Bu ma'lumot har bir YouTube boshlamoqchi bo'lgan yoki men ham bir kuni mingga chiqaman deb niyat qilgan inson uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik kumush tugma qanday olinadi? YouTube uni hammaga beradimi? Qachon keladi? Qaysi xatolar sababli berilmay qolishi mumkinligini bilmaydi. Shu sababli hozirroq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bu video sizga motivatsiya ham beradi, amaliy yo'l yo'riq ham beradi. Men bugun qutini ochaman, ichida nimalar borligini ko'rsataman, lekin eng asosiysi bu natijagacha qanday yetib kelingani, nimalarga e'tibor berish kerakligi va siz ham shunday sovg'aga qanday yaqinlashishingiz mumkinligini batafsil tushuntiraman. Avvallari YouTube'da o'sish haqida odamlar juda sodda o'ylardi. Video joylaysan, odamlar ko'radi. Obunachi ko'payadi. 100 ming bo'lganda esa YouTube avtomatik ravishda kumush tugmani yuboradi. Lekin amalda hammasi unchalik oson emas. YouTube faqat raqamga qaramaydi. Platforma kanalning qoidabuzarliklari bor yo'qligiga, kontent haqiqiymi yoki ko'chirilganmi, obunachilar tabiiy yig'ilganmi, kanal faolmi, egasi kim, manzil to'g'ri kiritilganmi, hammasiga qaraydi. Oldin ko'pchilik orasida bilming bo'lsa bo'ldi. Ertasi kuni tugma keladi degan tushuncha bor edi. Hozir esa YouTube yanada ehtiyotkor. Nega? Chunki sun'iy obunachi sotib olish, boshqa birovning videosini ko'chirib joylash, qisqa muddatda trenddan foydalanib kanalni ko'tarish, keyin sovg'a talab qilish holatlari ko'paygan. YouTube bunday kanallarni rag'batlantirmaydi. Kumush tugma faqat obunachi soni uchun emas, balki ishonch, mehnat va barqaror kontent uchun beriladi. Mana shu yerda asosiy farq bor. Obunachi soni 100 mingga yetishi bu faqat eshikning ochilishi. Lekin ichkariga kirish uchun kanal toza, faol, haqiqiy bo'lishi kerak. Agar siz videolarni o'zingiz tayyorlasangiz, auditoriyangiz tabiiy bo'lsa, mualliflik huquqini buzmasangiz, YouTube qoidalariga amal qilsangiz, xavotirga o'rin yo'q. Lekin agar kanal tezroq natija uchun shubhali usullar bilan yurgan bo'lsa, kumush tugma jarayoni cho'zilishi yoki umuman rad qilinishi mumkin. Bugungi o'zgarish shuki, YouTube endi ko'proq sifatga qaraydi. Faqat ko'rishlar emas, tomoshabinning ishonchi, videolarning asl manbasi, kanalning yo'nalishi, spam emasligi juda muhim. Masalan, bir kanal 3 oyda 100 ming obunachi yig'ishi mumkin. Lekin agar videolari to'liq boshqa joydan olingan bo'lsa, muammo chiqadi. Boshqa kanal esa 3 yil davomida sekin o'sadi, lekin har bir videosi o'z mehnati bilan tayyorlangan bo'ladi. Ikkinchi kanalning kumush tugma olish ehtimoli ancha kuchli. Endi qutiga o'tishdan oldin eng muhim savolga javob beraman. Kumush tugma aslida nima va uni kimlar oladi? YouTube Creator Awards degan rasmiy mukofotlar tizimi bor. Kumush tugma odatda 1 ming obunachi uchun, oltin tugma 1 million obunachi uchun, olmos tugma esa 1 million obunachi uchun beriladi. Biz bugun ochayotgan sovg'a 1 minglik bosqich belgisi. Bu oddiy metal ramka emas. Bu kanalning ma'lum bir bosqichga yetganini tasdiqlovchi ramziy mukofot. Lekin men buni faqat davorga o'sib qo'yiladigan chiroyli narsa deb ko'rmayman. Men uchun bu tugma har bir kechasi montaj qilingan video. Har bir qayta yozilgan ssenariy, har bir tanqidga chidash, har bir banqidga chidash degan savolga qaramay davom etishning natijasi. Chunki YouTube'da 100 ming obunachiga yetish, ayniqsa sifatli yo'l bilan yetish oddiy ish emas. Masalan, tasavvur qiling, siz haftasiga 3 ta video chiqarasiz. Har bir video uchun mavzu topish 1 soat, ma'lumot yig'ish 2 soat, ssenariy yozish 2, suratga olish 2 soat, montaj ko'tib 5 soat vaqt oladi. Bitta video uchun kamida 10 soat mehnat ketadi. Haftasiga 3 ta video bu 3000 soat. Bir oyda 1000 soat, bir yilda esa 1440 soat. Bu deyarli to'liq ish tartibiga yaqin. Shuning uchun kumush tugma faqat omad emas. Ko'pincha uzoq vaqtli tizimli mehnat natijasi. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchi navbatda boshqa kanallardan video ko'chirib joylaydiganlar. Masalan, bir odam mashhur blogerlarning videolaridan lavhalar olib, ustiga ozgina matn yozib qo'yadi va bu mening kontentim deydi. YouTube buni ko'rmasligi mumkin deb o'ylaydi. Lekin tizim mualliflik belgilarini, audio, video izlarini, takroriy kadrlarni, hatto video tuzilmasini ham aniqlashi mumkin. Agar kanalni 20 mingga yetganda tekshiruvdan o'tsa va shubhali deb topilsa, mukofot kechikadi yoki rad etiladi.
Ikkinchi xavfli toifa sun'iy obunachi sotib olganlar. Masalan, kimdir $20 berib behin obunachi oladi. Boshida raqam chiroyli ko'rinadi, lekin u obunachilar video ko'rmaydi, izoh yozmaydi, like bosmaydi. Natijada kanal statistikasi buziladi. YouTube algoritmi bu kanalga obuna bo'lganlar videoni ko'rmayapti. Demak, kontent qiziq emas deb o'ylashi mumkin. Eng yomoni, mukofot jarayonida kanalning obunachilari tabiiy emasligi shubha uyg'otadi. Uchinchi toifa qoidabuzarlik olgan kanallar. Agar kanalda copyright strike, community guideline strike, xavfli yoki aldovchi kontent bo'lsa, bu ham muammo. Masalan, kimdir tez boyib ketish haqida yolg'on va'dalar beradi, odamlarni shubhali havolalarga yo'naltiradi. Yoki tibbiy mavzularda tasdiqlanmagan maslahatlarni qat'iy haqiqat sifatida aytadi. Bunday kontent nafaqat monetizatsiyaga, balki kanalning umumiy obro'siga ham zarar qiladi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz o'z yuzingiz bilan, o'z ovozingiz bilan yoki o'zingiz tayyorlagan materiallar bilan ishlayotgan bo'lsangiz, mavzularingiz qonuniy bo'lsa, mualliflik huquqiga ehtiyot bo'lsangiz, tomoshabinlarni aldamasangiz, unda asosiy yo'l to'g'ri. Sizda o'sish sekin bo'lishi mumkin. Ba'zi videolar kam ko'rilishi mumkin, lekin bu normal. Muhimi, kanalning asosi toza bo'lsin. Endi real misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, ta'lim kanali. Deylik, bir o'qituvchi ingliz tilidan dars beradi. U haftasiga 2 ta video chiqaradi. Har bir video 15 daqiqalik. 2 yil davomida 200 ta video qiladi. Har video o'rtacha 30 minut ko'rish olsa, bu katta portlash bo'lmasligi mumkin. Lekin asta-sekin qidiruv orqali odamlar keladi. Bir video 100 ming ko'riladi, bir 100 ming ko'riladi, boshqasi 10 ming bo'ladi. Kanal ishonchli bo'lgani uchun obunachilar yig'iladi. Bunday kanal 100 mingga yetganda kumush tugmaga juda munosib bo'ladi. Ikkinchi misol, ko'ngilochar kanal. Bir yigit kulgili roliklar qiladi. Lekin hammasini o'zi o'ylab topadi, o'zi suratga oladi. Ba'zi videolar 1 million ko'riladi, ba'zilar 1 ming. Auditoriya faol, izohlar ko'p. Bunda ham hammasi joyida. Lekin agar u internetdan memlar, serial lavhalari, boshqa TikTok videolarini yig'ib YouTube'ga tashlayversa, qisqa muddatda obunachi yig'ishi mumkin. Ammo mukofotga kelganda savol tug'iladi. Uchinchi misol. Yangiliklar kanali. Yangiliklar mavzusi juda nozik. Agar siz faktlarni tekshirib, manbalarni ko'rsatib, o'z tahlilingizni bersangiz, yaxshi. Lekin shov-shuv uchun yolg'on sarlavha qo'ysangiz, masalan, hamma bilishi shart. Katta falokat bo'ldi deb ichida oddiy ma'lumot bersangiz, odamlar bir marta kirishi mumkin, lekin ishonch yo'qoladi. YouTube'da uzoq muddatli natija uchun ishonch sarlavhadan ham muhim. Endi qutimizga qaytamiz. YouTube'dan bunday sovg'a kelganida odatda quti juda tartibli, himoyalangan, rasmiy ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda muhim narsa faqat tashqi qadoq emas, balki ichidagi xat ham. Chunki YouTube Creator Awards ichida odatda tabrik maktubi bo'ladi. Bu maktubda kanal egasining mehnati, ijodkori sifatidagi yo'li, tomoshabinlar bilan aloqa haqida yoziladi. Men uchun bu xat ham tugmaning o'zi kabi qadrli. Chunki u shunchaki mukofot emas, platforma tomonidan tan olinganlik belgisidir. Qutini ochayotganda men bir narsani aniq his qilaman. Bu faqat mening sovg'am emas. Bu kanalga obuna bo'lgan har bir odamning hissasi bor. Agar siz videoni ko'rgan bo'lsangiz, izoh yozgan bo'lsangiz, do'stingizga yuborgan bo'lsangiz, like bosgan bo'lsangiz, hatto biror xatoni aytib tanqid qilgan bo'lsangiz ham, siz bu natijaning bir qismisiz. Chunki kanal yolg'iz odam bilan o'smaydi. Kanal doim muallif va auditoriya o'rtasidagi ishonch bilan o'sadi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta, yo'l ming obunachiga yetdingiz degani. Darhol email keladi degani emas. Ba'zida YouTube tekshiruv uchun vaqt oladi. Bu bir necha kun, ba'zan bir necha hafta davom etishi mumkin. Agar kanal tarixida shubhali holatlar bo'lmasa, jarayon odatda tinch o'tadi. Lekin agar oldin ogohlantirishlar, copyright muammolari, noodatiy obunachi saqlashlari bo'lgan bo'lsa, ko'proq vaqt ketishi mumkin. Ikkinchi nuqta. Mukofotni olish uchun kanal egasi YouTube Studio yoki maxsus Creator Awards sahifasi orqali kod olishi mumkin. Bu kod har doim ham hammaga bir vaqtda kelmaydi. Ba'zi ijodkorlar ming bo'lgandan keyin xabar kelishini kutadi. Kelmasa xavotirga tushadi. Bunday paytda birinchi navbatda kanal holatini tekshirish kerak. Monetizatsiya bo'limi, ogohlantirishlar bo'limi, email manzillar, hisob xavfsizligi, mamlakat va kontakt ma'lumotlari. Uchinchi nuqta, ism va kanal nomi masalasi. Kumush tugmaga odatda kanal nomi yoziladi. Shu sababli buyurtma berishdan oldin kanal nomini diqqat bilan tekshirish kerak. Bir harf xato bo'lsa ham, keyin uni tuzatish oson bo'lmasligi mumkin.
Masalan, kanal nomingiz Uzbek Tech bo'lsa, siz tasodifan Uzbek Tech deb yozsangiz, Muqot shu nom bilan kelishi ehtimoli bor. Bu kichik xato ko'rinsa ham. Keyin davrga osilganda har safar ko'zingizga tashlanadi. 4-nuqta manzil. Ko'pchilik bu yerda xato qiladi. Yetkazib berish manzilini yozganda faqat shahar va ko'cha emas, uy raqami, xonadon, pochta indeksi, telefon raqami. Qabul qiluvchi ism, familiyasi aniq bo'lishi kerak. Agar siz yashayotgan joyda kuryer topishi qiyin bo'lsa, qo'shimcha izoh yozish ham foydali. Masalan, falon maktab yonida, falon do'kon orqasidagi ko'cha. Kirish eshigi ikkinchi tomondan kabi ma'lumotlar real hayotda yetkazib berishni osonlashtiradi. 5-nuqta bojxona va yetkazib berish. Har bir mamlakatda tartib turlicha. Ba'zi joylarda mukofot hech qanday muammosiz keladi. Ba'zi joylarda esa kuryer yoki bojxona qo'shimcha ma'lumot so'rashi mumkin. Agar sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, telefon orqali tasdiq yoki manzil aniqlashtirish so'ralsa, vahimaga tushmang. Bu odatiy jarayon bo'lishi mumkin. Muhimi, hech qachon shubhali havolalarga karta ma'lumotlarini kiritmang. Rasmiy yetkazib beruvchi yoki YouTube'ning rasmiy xabarlari orqali harakat qiling. 6-nozik jihati firibgarlar. Kanal 20 ga yaqinlashganda yoki yetganda sizga turli odamlar yozishi mumkin. Biz YouTube'danmiz, tugmangizni chiqarish uchun pul to'lang, tezlashtirib beramiz. Maxsus sertifikat kerak. Kod olish uchun login parolingizni yuboring. Bularning hammasi xavfli. YouTube hech qachon sizdan parolingizni so'ramaydi. Mukofot olish uchun begona odamga kanalga kirish huquqini berish kerak emas. Agar kimdir sizdan Google account paroli so'rasa, bilingki, bu firibgarlik belgisi. 7-nuqta mukofot sotiladimi yoki sotib olinadimi? İnternetda ba'zan kumush tugmaga o'xshash suvenirlar sotiladi. Lekin rasmiy Creator Award bilan oddiy nusxa boshqa narsa. Rasmiy mukofot YouTube tomonidan tekshirilgan kanal uchun beriladi. Uni sotib olib, men buyuk minga yetdim deyish auditoriya ishonchiga zarar qiladi. Eng qimmat narsa mukofotning metalli emas, uning o'rtadagi real mehnatdir. 8-nozik jihat kanal yo'nalishini o'zgartirish. Ba'zi ijodkorlar 100 mingga bir mavzu bilan yetadi, keyin butunlay boshqa mavzuga o'tib ketadi. Bu mumkin, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, siz ovqat pishirish kanali bilan auditoriya yig'dingiz, keyin birdan texnika sharhiga o'tdingiz. Obunachilar sizni avvalgi mavzu uchun kuzatgan bo'lsa, ko'rikishlar tushib ketishi mumkin. Kumush tugma kanalning o'tgan mehnatini tan olsa ham, kelajakdagi o'sish uchun auditoriya ehtiyojini unutmaslik kerak. 9-nuqta shorts va uzun videolar muvozanati. Hozir ko'p kanallar shorts orqali tez o'sadi. Bu yomon emas. Lekin faqat qisqa videolar bilan kelgan auditoriya har doim ham uzun videolarni ko'rmasligi mumkin. Masalan, shorts orqali bir oyda 50 obunachi keladi, lekin 10 daqiqalik video 1000 ko'rish oladi. Bu normal bo'lishi mumkin. Ammo kanal strategiyasini tushunish kerak. Agar maqsad faqat raqam emas, barqaror brend bo'lsa, uzun format, jonli aloqa, izohlar, ham jamiyat postlari ham muhim. 10-nuqta ruhiy bosim. 100 mingga yaqinlashganda odam o'ziga ortiqcha talab qo'ya boshlaydi. Endi har video portlash kerak, endi xato qilsam bo'lmaydi. Endi hamma meni kuzatyapti degan fikrlar paydo bo'ladi. Men buni yaxshi tushunaman. Lekin ijodkor sifatida eng muhim narsa davomiylik. Mukofot tugadi degani emas, yangi bosqich boshlandi degani. Kumush tugmadan keyin ham videolar sifati, muntazamlik va tomoshabin bilan samimiy aloqa birinchi o'rinda qoladi. Endi siz nima qilishingiz kerak? Agar siz YouTube kanal yuritayotgan bo'lsangiz, birinchi qadam kanal auditini qilish. YouTube studioga kiring va kontentingizni ko'zdan kechiring. Qaysi videolarda mualliflik huquqi bo'yicha da'vo bor? Qaysi videolar qoidaga yaqin mavzularda? Qaysi sarlavhalar haddan tashqari bo'rtirilgan? Bularni tekshiring. Agar eski videolarda muammo bo'lsa, ularni tahrirlash, yashirish yoki kerak bo'lsa o'chirish haqida o'ylab ko'ring. Ikkinchi qadam, kanal xavfsizligini kuchaytiring. Google akkauntingizda 2 bosqichli tasdiqlashni yoqing. Zaxira, e-mail va telefon raqamingiz to'g'ri ekanini tekshiring. Begona qurilmalardan kirishlar bor yo'qligini ko'ring. Chunki kanal o'sgani sari uni o'g'irlashga urinuvchilar ko'payadi. 100 ming obunachilik kanal bu endi oddiy profil emas. U sizning mehnatingiz, brendingiz va daromad manbangiz bo'lishi mumkin. 3-qadam. Kontent hujjatlaringizni tartibga soling. Agar videolarda nusxa ishlatsangiz, litsenziya manbasini saqlang. Agar surat, grafik, video lavha olsangiz, qayerdan olinganini yozib boring. Agar hamkorlik qilsangiz, yozishmalarni saqlang. Bu narsalar ko'pchilikka ortiqcha tuyuladi,
lekin muammo chiqqanda dalil bo'ladi. Masalan, siz pullik musiqa platformasidan trek olgan bo'lsangiz, keyin copyright da'vo kelsa, litsenziya hujjati bilan himoyalana olasiz. 4-qadam. Auditoriyangizni tabiiy oshiring. Obunachi sotib olmang. Botlardan foydalanmang, sub guruhlariga kirmang. Buning o'rniga har video oxirida aniq sabab bilan obunaga chaqiring. Masalan, agar siz texnika tanlashda xato qilmaslikni istasangiz, obuna bo'ling yoki har hafta yangi darslar chiqadi, o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling deb ayting. Odam nima uchun obuna bo'lishini tushunishi kerak. 5-qadam. Aniq kontent rejasi tuzing. Masalan, o'yiga ketsa video chiqaraman deb belgilasangiz, mavzularni oldindan yozing. 2 video yangi boshlovchilar uchun, 2 video tajribali tomoshabinlar uchun, 2 video savol-javob, 2 video real misollar bo'lishi mumkin. Shunda kanal tartibli ko'rinadi. YouTube ham, tomoshabin ham sizdan nima kutishni biladi. 6-qadam. Videoga yaqinlashganda tayyorgarlik qiling. Kanal nomini tekshiring. Brendingizni tartibga keltiring. Profil rasmi, banner, kanal tavsifi, aloqa emaili, ijtimoiy tarmoqlar havolalari to'g'ri bo'lsin, chunki kumush tugma olgan kanalga yangi odamlar ko'proq qiziqadi. Ular kanalga kirganda hammasi professional ko'rinishi kerak. 7-qadam. YouTube'dan xabar kelganda shoshilmang. Emailning rasmiyligini tekshiring. Havola qayerga olib borayotganiga qarang. Rasmiy domenlardan kelganiga ishonch hosil qiling. Agar shubha bo'lsa, YouTube studio ichidagi bildirishnomalarni tekshiring yoki YouTube yordam markazidan ma'lumot izlang. Hech kimga parol bermang. Hech qanday tezlashtirish puli to'lamang. 8-qadam. Buyurtma jarayonida ma'lumotlarni xatosiz yozing. Kanal nomi qanday chiqishini bir necha marta tekshiring. Manzilni lotin harflarida aniq yozing. Telefon raqamingiz ishlayotgan bo'lsin. Agar kuryer qo'ng'iroq qilsa, javob bering. Ba'zan quti qaytib ketishining sababi juda oddiy. Telefon ko'tarilmagan yoki manzil aniq yozilgan. 9-qadam. Mukofot kelgandan keyin uni kontentga aylantiring, lekin ma'noli qiling. Faqat qutini ochdim demang. Tomoshabinlarga rahmat ayting. Yo'l davomida nimalarni o'rganganingizni ayting. Boshqalarga foydali bo'ladigan maslahat bering. Bugungi video ham shuning uchun. Men qutini ochyapman. Lekin shu bilan birga sizga bu bosqichga qanday yetish, qanday xatolardan qochish va YouTube'da qanday uzoq qolish haqida gapiryapman. 10-qadam. Mukofotni oxirgi maqsad deb qaramang. Kumush tugma yaxshi, juda yoqimli. Motivatsiya beradi, lekin haqiqiy maqsad tomoshabinga qiymat berish. Agar siz odamlarning biror muammosini hal qilsangiz, ularga yangi bilim bersangiz, kuldir olsangiz, ilhomlantirib olsangiz, natija baribir keladi. Ba'zida tez, ba'zida sekin, lekin barqaror mehnat o'z samarasini beradi. Endi mana qutini ochganimda eng katta hissiyot shuki, bu sovg'a yangi yil arafasida kelgani bejiz emasdek. Yangi yil odamga yangi maqsadlar qo'yishga sabab bo'ladi. Kimdir yangi ish boshlaydi, kimdir til o'rganadi, kimdir sportga qaytadi, kimdir YouTube kanal ochishga qaror qiladi. Agar siz ham kanal ochmoqchi bo'lsangiz, men sizga shuni aytaman. Mukammal kamera kutmang. Hamma narsani bilib olishni kutmang. Birinchi videodan million ko'rish kutmang. Boshlang, o'rganing, tuzating, yana davom eting. Birinchi videongiz yomon chiqishi mumkin. Ovozingiz o'zingizga yoqmasligi mumkin. Montajda xatolar bo'lishi mumkin. Izohda kimdir tanqid qilishi mumkin. Bu hammasi normal. Muhimi, har safar bitta narsani yaxshilang. Bir videoda ovozni yaxshilang, keyingisida yorug'likni, undan keyin sarlavhani, keyin hikoya tuzilishini. YouTube'da katta o'sish ko'pincha bitta katta sakrashdan emas, yuzlab kichik yaxshilanishlardan iborat bo'ladi. Men ekspert sifatida shuni aniq ayta olaman. Algoritmni aldashga urinishdan ko'ra tomoshabinni tushunish ancha foydali. Odam videoga nima uchun kiradi? U qanday savolga javob izlayapti? Uni nima ushlab turadi? Qaysi joyda zerikadi? Qaysi sarlavharos va qiziqarli bo'ladi? Qaysi rasm ko'zni tortadi, lekin aldamaydi? Mana shu savollarga javob topgan kanal uzoq yashaydi. Masalan, agar siz texnologiya haqida video qilsangiz, eng zo'r telefon deyishning o'zi yetmaydi. Kim uchun zo'r? O'yin uchunmi, kamera uchunmi, arzon narx uchunmi, batareya uchunmi? 2 million so'mlik telefon qidirayotgan odamga 25 millionlik flagman haqida gapirsangiz, u foyda olmaydi. Agar auditoriyangizni tushunsangiz, ular sizga qaytib keladi. Qaytib kelgan tomoshabin esa obunachiga aylanadi. Obunachi esa kanalning haqiqiy kuchi. Agar siz ta'lim kanali qilsangiz, odamlar sizdan aniq natija kutadi. Masalan, ingliz tilini o'rganamiz emas, bugun 20 ta eng kerakli fe'lni o'rganamiz. 5 daqiqada present simple farqini tushunamiz.
IELTS writingda ko'p qilinadigan 7 ta xato kabi mavzular odamga aniq foyda beradi. Foyda aniq bo'lsa, kanalga ishonch oshadi. Agar siz vlog qilsangiz, faqat hayotingizni ko'rsatish yetmaydi. Tomoshabin nimani his qiladi, nimani o'rganadi, nimadan ilhomlanadi. Oddiy bir kuningiz ham qiziq bo'lishi mumkin. Agar unda hikoya, muammo yechim va samimiyat bo'lsa. Masalan, bugun qutini oldim degandan ko'ra, 1000 obunachiga yetguncha qilgan 10 ta xatom va bugun YouTube'dan kumush tugma keldi desangiz, video ancha mazmunli bo'ladi. Do'stlar, bugun biz YouTube'dan kelgan kumush tugmani ochdik. Lekin eng muhimi, uning o'rtadagi ma'noni tushundik. Bu mukofot raqam uchun berilgandek ko'rinsa ham, aslida intizom, halollik, auditoriyaga hurmat va uzoq muddatli mehnat ramzi. Agar siz ham shunday natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, kanalni toza yuriting, sun'iy yo'llardan qoching, xavfsizlikni kuchaytiring, kontent rejasini tuzing va eng asosiysi, tomoshabinga haqiqiy qiymat bering. Yangi yil sovg'asi sifatida bu kumush tugma menga yana bir narsani eslatdi. Har bir katta natija kichik qadamlardan boshlanadi. Sizning bugungi birinchi videongiz ertangi katta kanalingizning boshlanishi bo'lishi mumkin. Sizningcha YouTube'da 100 000 obunachiga chiqish uchun eng muhim narsa nima? Sifatmi? Muntazamlikmi? Mavzu tanlashmi yoki sabrmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi videolarda ko'rishguncha